Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Biz aciz bandalaring mübarek Ramazan oyida dua qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holda, ro'za ibodatidan keyingi dua qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holda, xatmi Qur'ondan keyingi duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, Allohning uylari masjidlarda qilinadigan duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, mo'min musulmonlarning jamoasining duosi qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, qalbimizda o'zingni muhabbatingdan boshqa muhabbatga joy qo'ymagan holimizda, ojizona duolarimizni o'zing amr qilganingdek qilmoqdamiz. Sani o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh muborak Ramazon oyida tutayotgan ro'zalarimizni dargohingda qabul aylagin. Bu ro'zalarni gunohlarimizni kechirilishiga sababchi qilgin. Ramazon oyidan onadan yangi tug'ilgandek begunoh chiqishimizga o'zing Parvardigoro yo'l bergin. Alloh Ramazon oyida kechalari bedorlik qilyapmiz, bu bedorligimizni qabul aylagin. Tarovih namozlarimizni qabul aylagin. Tarovih namozidagi xatmi Qur'onlarimizni qabul aylagin. Parvardigoro ro'zani qiyomat kunida hammamizga o'zing shafoatchi qilgin. Qo'limizdan tutib, ya Robbim, mana bu bandang meni tutgan edi, meni tutaman deb chanqagan edi, och qolgan edi. Men guvohman, buni gunohini kechirib jannatga kiritgin deb shafaat qilib, qo'limizdan yetaklab, Rayyon eshiklaridan jannatga olib kirishini nasib aylagin. Alloh qilayotgan Qur'onimizni, o'qiyotgan Qur'onimizni biz dunyoda bizga hidoyatchi qilgin. Oxiratda shafaatchi qilgin. Oxiratda juda qiyin holda qolganimizda Robbil alaminning huzurida Qur'on kelib qo'limizdan tutib, Robbim, bu bandang meni kechalari o'qigan edi, uyqudan qolgan edi, bedor bo'lgan edi, men guvohman, men shafoatchiman, bu bandaning gunohini kechirgin deb shafoatchilik qilib, qo'limizdan tutib jannatga olib kirishini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz, barcha qilayotgan amallarimiz, ibodatlarimiz, xayr-i ehsonlarimizni qabul aylab, Ramazon muborakning sharofatidan ajrini, savobini ko'paytirib bergan. Xalqimizga bu go'zal xatmi Qur'onni uyushtirgan azizlarimiz, muhtaram qozi domlamiz, imom domlalarimiz, bu masjidning imomlari, noiblari, mutavalilari, xodimlari, mana shu xatmi Qur'onga xizmat qilgan azizlarning barchalarini Qur'onga qilgan xizmatlari uchun, islomga qilgan xizmatlari uchun, mo'min musulmonlarga masjidga qilgan xizmatlari uchun ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergan. Bu azizlarimizni doimo shunday buyuk ishlarga bosh-qosh bo'lib, xalqimizning duosini olib, o'zingning roziligini topib borishlarini nasib etgan. Alloh muhtaram qozi domlamiz boshchiligidagi ulamolarimizni hammalarini hifzi himoyangda asragan. Xizmatlarini xalqimiz uchun, elimiz, yurtimiz, dinimiz uchun foydali xizmatlar bo'lishini nasib etgan. Doimo mo'min musulmonlarga bosh bo'lib, to'g'ri yo'ldan, Rasululloh alayhisolatu vassalomning yo'lidan dinimiz ta'limotlarini o'rgatib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgan. Alloh Ramazon oyining muborak kechalarida xatmi Qur'onda xalqimizga o'zingning kaloming Qur'oni Karimni tarovih namozida harf-harf tajvidi bilan, go'zal savt bilan, ado bilan o'qib berayotgan qorilarimizni o'zing hifzi himoyangda asragan. Bu azizlarimizni sog' salomat, tinch omon qilgin. Zehnlarini yana ham o'tkir qilgin. Hofizalarini yana ham baquvvat qilgin. Uzoq yillar elda, yurtda, vatanda Qur'on nurini taratib borishlarini nasib qilgin. Bu azizlarimizni tug'ib katta qilgan ota-onalariga, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgan. Alloh Ramazon ro'zasini kunduzi tutib, kechasi kelib bu yerda bedor bo'lib, xatmi Qur'onga quloq osib, namozda qoyim turgan bandalarni hammalarini mag'firat qilgin.
bu qilayotgan amallarini qabul aylagin. Oxiratda tarozi bosadigan, jannatga kiradigan amallardan bo'lishini nasib etgan. Parvardigor, ushbu o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmish muborak masjidni to'ldirib o'tirgan, ojizona qo'llarini o'zingga uzatib duo qilayotgan bandalaringni sendan so'raydigan so'rovlari bor. So'rovlaridan yaxshisini bergan. Parvardigor, bu azizlarimizni sendan tilaydigan tilaklari bor. Tilaklaridan a'losini bergan. Senga qilmoqchi bo'lgan duolari bor. Duolaridan eng yaxshisini qabul aylagin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. Bemorlarimiz bor. Bemorlarimizga shifoyi komil bergin. Mushkuli borlarning mushkulini oson aylagin. Musofiri borlarning musofirini hozir aylagin. Hojatmandlarning hojatini ravo aylagin. Qarzdorlarning qarzini uzishda o'zing Parvardigora yordamchi bo'lgin. Farzand talablarga qo'sha farzandlarni bergin. Ilm talablarga ilmi ladun, ilmi robboniy bergin. Parvardigora, kasb kordagilarni kasbiga, koriga baraka bergin. Dasturxonlarini sosin, to'kin sochin qilgin. Turmushlarini farovon aylagin. Parvardigora, Ramazonni sarofatidan elimiz, yurtimiz, xalqimiz boshiga o'zingni rahmatingni, barakotingni yog'dirgin. Barcha ishlarimizni o'ngidan keltirgin, oson qilgin, ravon qilgin, xayr barakada bardavom qilgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. Yanagi Ramazonlarga sog' salomat, tinch omon kelib, bundan ham ko'p bo'lgan holimizda, bundan ham yaxshi bir holatlarda o'zingni ibodatingni qilib, kunduzlari ro'za tutib, kechalari bedor bo'lib, ilmiy ma'rifiy suhbatlar qilib, o'zingga Parvardigora qurbat hosil qilishimizda o'zing yordamchi bo'lgan. Alloh, ya Robbal alamin, o'zingdan yolborib so'raymiz. El yurtni tinch omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين.